4dan 1 qism chorak deyiladi. To'g'ri, yaxshi. 3 kere 7 21. To'g'ri. 6 kere 6 36. Yaxshi. Xo'p. Uchburchakning perimetrini topish uchun uchala tomonni uzunliklari yig'indisini topish kerak. Noto'g'ri ko'targanlar, xato. To'g'ri-ku, uchala tomonni yig'indisini topsanglar, perimetr topasizlar. Xo'p, to'g'ri to'rtburchakning yuzini topish uchun bo'yini eniga bo'lish kerak. Xo'p. 10 kere 10 1000. To'g'ri. 100. To'g'rini ko'targanlar yutqizdi. Xo'p. 5 kere 5 25. To'g'ri, yaxshi.